Armendaris River. Daryosi. Ha, bu daryo ekan qanaqadir. Ikkita munisipal hududni ajratib turuvchi bu daryo ekan. Qanaqadir o'rmonga kirib qoldik. O'rmonga keldik. Isla Josefina. Juda ham chiroyli o'rmon ekan lekin. Bu o'rmonni qaranglar. Bu daraxtlarni qaranglar. Mana bu daraxtlarni ko'ryapsizlarmi do'stlar? Aynan bu ikkita munisipalni ajratib turuvchi o'rtada o'rmon ekan. O'rmondagi daraxtni qaranglar. Juda ham chiroyli daraxtlar ekan. Sayyohlik markazimi deyman qanaqadir. Oho. Lekin qoyilman lekin. Bunaqa daraxtlarni ko'rmagandim umrimda. Buni qarang bu daraxtlarni. Bu daraxtni qarang. Qoyilman lekin. Bu daraxtni qaranglar. Mana aziz do'stlar. Juda ham zo'r ekan. Rasmga tushadigan ekan, kakras. Bu odamlar uchun, turistlar uchun mana shu joyga kelib aylanadigan joylar. Mana do'stlar. Mana. Do'stlar, mana shu chiroyli manzaralar uchun bitta layklarni bosib olamiz do'stlar. Qaranglar qanaqangi bir chiroyli manzaralar. Shahar markazida mana shunday tabiat saqlanib qolganiga qarang, gap yo'q. Bu daraxtlarni qaranglar. Bu daraxtlarni qarang. Kattaligini qarang bu daraxtni. Bu manzaradan men to'g'risi juda ham bir shokka tushib qoldim to'g'risi. Bunaqangi manzarani, bunaqangi daraxtlarni ko'rmagan edim to'g'risi. Haligi Simbani kinosida bor, Qirol va Sherni kinosidagi ana shu daraxtlarga o'xshaydi. Bularni qaranglar. Mana sizga go'zallik. Armendaris Park, Children Park. Children Park. Aha. Bolalar parki. Bolalarni aylantiradigan park ekan bu do'stlar. Bu daraxtni qarang. Bu qanaqa daraxt bo'lsa ekan? Ese es el árbol más viejo de la ciudad. Tiene 350 años.
Men sizlarga hozir 350 yillik daraxtni ko'rsatib o'taman. Dunyodagi eng katta daraxtlar Guinnesslar rekordlar kitobiga kirgan. Marhamat, tomosha qilamiz. 350 yillik daraxt mana. Buni qaranglar, bu qanaqa daraxt bo'ldi ekan. Hammasi bir-biriga tutashib ketgan daraxtlar. E'tibor beringlar, bir-biriga tutashib ketgan. Pastdan aynan mana shu daraxt 350 yoshda ekan yoshi. Mana juda katta, kamida bir 100 metr radiusda egallab turibdi. Buni atrofini qarang. Ikkalasi ham Huawei deb ataladi. Ficus oilasiga tegishli. Ha, bo'ldi. Bu daraxtni qarang. Mana aka. Bu tomonda esa odamlar yashaydigan uylar do'stlar. Ha do'stlar, odamlar yashaydigan uylar juda ham ayanchli holatda. Uylarda odamlar yashashadi mana shunday uylarda do'stlar. Yashash uylar juda ham ayanchli holatda.